Peshin tanaffusida markazda aylanib yurganimda yerda yotgan hamyonga ko'zim tushdi. Ichida anchagina pul bor edi. Tag'in egasining shaxsini tasdiqlovchi hujjat ham bor edi. Shayton, pulni ol deya vasvasaga boshladi. Lekin shu bugungacha og'zimdan harom luqma o'tmagandi. Hamyonni olib politsiya idorasiga yo'lni tutdim. Egasi topildi. Kelsin deya meni ham kuttirdilar. Maktabga ham kechikdim. Hamyon egasi gavdasi baquvvat, shop mo'ylovli biri ekan. Hamyonini topganidan xursand bo'lish o'rniga yuz-ko'zida g'azab ifodasi bor edi. "Pulning qolgani qayerda?" deya baqirdi. Qo'rqib ketdim. Cho'ntagimda tushlikda yegulik olish uchun onam bergan 1 lira bor edi. O'sha paytlarda bu pul men uchun katta mablag' edi. 4 ta simit, teshik kulcha olardim bu pulga. Pulimni o'g'irlabdi. Bunga yaxshigina saboq berish kerak deya shop mo'ylov qo'limdan pulni oldi. Men butkul o'zimni yo'qotib qo'ydim. Amaki, u mening maktabga yeyish uchun onam bergan xarjlik deyish uchun og'iz juftlagandim. "O'chir ovozingni o'g'ri. Pulning qolgani qayerda?" deya baqirib ketdi. "Qanaqa pul? Nimalar deyapsiz?" dedim. Bir bola qo'rqqanidan qiladigan ishni qilib yig'lay boshladim. "Buni qara, tag'in yig'laydi-ya. Yig'lashni qara buni. O'g'irlikni qilishga qilib yig'lashga tushyapti" deya baqira boshladi. Qo'rquvdan o'zimni yo'qotib qo'ydim. Gapirishga ham kuchim yetmasdi. Indamay qoldim. Qo'limdan boshqa hech narsa kelmasligini bilib, 1 soatdan ortiq u yerda qolib ketdim. O'qish tugash arafasida edi. O'quvchi tashchi avtobusiga kech qolsam, 10 kilometr piyoda yurib qishloqqa yetib borishim kerak edi. Yolvorib, yalinib ketishga ruxsat berishni so'radim. Politsiya amiri insofli odam ekan. "Qarang, bola sho'rlik pulni olgani yo'q. Pulni olsa, o'zi hamyonni bu yerga olib kelarmidi?" deya odamni zo'rg'a ko'ndirdi. Politsiya idorasidan chiqqanimda xuddi 70 yildan beri qamoqda yotgan odamda edim. Maktabga qarab yugurdim. Darslar tugayotgan edi. Mudirdan yaxshigina tanbeh berib, meni eshitmasdan jazoladi. Keyin darsga kirishimga ruxsat berdi. Sinfga kirdim. Oyoqlarim qaltirar edi. O'rnimga o'tirdim u bo'lib o'tgan voqeani o'ylay boshladim. Holbuki, yaxshilik qildim deb o'yladim, lekin nega bunday bo'ldi? Bu voqeadan keyin biroz vaqt o'tdi. Yana peshin tanaffusida markazda yurgandim. Peshin namozini ado etdim. Peshin namozidan keyin janoza namozi bor ekan. Otam, "Qachon janoza namoziga duch kelsang, albatta jamoatga qo'shil" derdilar. Xullas, namozni ado etdik. O'sha politsiya ma'muri meni uzoqdan ko'rdi. Yoniga chaqirdi. Uni ko'rib qo'rqdim. Qochsammi deb ham o'yladim. Endi politsiyachini ko'rganda o'z-o'zidan qo'l-oyog'im titraydigan bo'lib qolganda, nima bo'lsa ham majbur yoniga bordim. "Aka, mening aybim yo'q" dedim. "Tinch bo'l, bilaman o'zim ham" dedi. "Hozir kimning janozasini o'qidik, bilasanmi? Sen hamyonni topgan odamning janozasi o'qildi. Qahva ichayotganida nafas tiqilib o'lib qolibdi. Uni anchadan beri taniyman. Ilcha tumanning obro'li kishilaridan edi, lekin biroz ters odam edi. Sen uning hamyonni topganingda unda pul kam chiqdi. U sen olgansan deb o'yladi" degan odam edi. Osongina gapga tushunmaydi. Shuning uchun senga u o'sha kun qattiq gaplar gapirdi. "Lekin men olmagandim, qasam ichaman" dedim. "Bilaman" dedi jilmayib. Keyin xotini qo'ng'iroq qilib aytdi. "Pulni jaketning cho'ntagida unutgan ekan. Seni bekorga xafa qilganimiz qoldi." Uzoqlarga qarab qoldim o'sha paytlarda. Jahlim chiqmadi. Oqlangan bir aybdor kabi o'zimni his qildim. Men aybsiz edim va buni ma'mur bey ham bilardi. Askar salom berib yonidan uzoqlashdim. Maktabga qaray yo'lga otlandim. Ta'ziyali uyning yaqinlaridan ekan shekilli 2 kishining suhbati qulog'imga chalindi. "O'limli dunyo" deganlari shu ekanda. Ajalning qachon kelishi bilinmaydi.
hayhot daydingizga cho'kib o'lmaydimi yoki 1 liralik qahvadan tiqilib bo'ladimi odam? 1 lira. So'zi qulog'imdan uzoqlashmadi. O'z-o'zimdan so'radim. U qahvaning pulini mening cho'ntagimdan zo'ravonlik bilan olgan xarjligim bilan to'larmidi? Ye Robbim, dedim, bir etimning 1 liralik haqqini unutmagan Allohim. Sen bizni haromdan asragin. Zolim bo'lib qolishdan senga sig'inaman. Men zolim bo'lishdan o'zing asra. Mazlum bo'lishga roziman.